Natriy xlorid eritmasi elektroz bo'lsa nol chiqadi. Vodorod, xlor, natriy OH chiqadi, to'g'rimi? To'liq elektroliz qilinda qo'ydik-ku, shunda demak hammasi elektroz bo'lib ketgan bo'ladi. Natriy xlorni molini topib olasizlar. 100 351 ga ko'paytirib bilamiz 30 58 5 ga 16 bo'ladimi? Shunda 0,3 mol bo'ladi-da. Kaliy gidroksidni qaynoq eritmasini qo'shasizlar. Kaliy xlor O3 va suv chiqadi. Shuni reaksiyaga kirishadilar. 0 dan -1 ham +5 ga o'tgan. Qanday reaksiyada hisoblanadi bu? Disproporsiya reaksiyasi, to'g'rimi? Bir xil darajadan har xil darajaga o'tishi. Bunda hosil bo'lgan tuzlarning massasini toping degan. 0,3 mol bo'ldimi xlor? Hosil bo'lgan tuzlar 0,5, 0,1. Tuzlarning massasini topib qo'shamiz. Ko'rsak 50 gram bo'ladi shunda. 49,5 chiqadi o'shida ko'rsangiz. Mana bunday. Da javob. Tushunarlimi? Yana qaysini ishimiz? 11 o'tamiz shunda, boshqa savol yo'qmi? Bu yerda 10 savol lekin bordan bu yerda 10 savolni qoldirib tursa shu. Xrom sulfat qanday modda bu? Xrom. O'rtachakdi, to'g'rimi? Shu xromni sizlar bu kitobda bergan 2 savoli bor. Shunda sizlar ikkilatib yozish kerak, to'g'rimi? Nechta yozamiz? Xromni aktiv deb qaraysalar, 1. Xrom aktiv metal deb qaraysalar, bunda xrom chiqadi, xrom chiqmaydi, vodorod chiqadi, to'g'rimi? Vodorod chiqadi, xromdan qaraganda ham kislorodli kislota qoldiqlardan nima chiqadi? Kislorod chiqadi va xrom sulfatni o'zi qoladi, elektroz bo'lmaydi. Bir vaqtning o'zida bo'ladidan bu. Ba'zi vaqtlarda suv elektroz bo'lib turibdi bu yerda. Suv elektroz bo'lishi o'zi tuz tugagandan keyin kuzatiladi, lekin bir vaqtning o'zida bu bo'laveradi shunday. Ya'ni vodorod ham chiqaradi katodda, xrom ham chiqaradi-da. Ya'ni suv ham elektroz bo'ladi, bu tuz ham elektroz bo'laveradi. Endi passiv qilib qaraymiz. Shunday bilsangizda, rat-taraf nechasi bo'ladi? Masalan, bu 2x 4y ga 3y bo'lsa, delta mni topib olamiz. Massa kamayganligini boshda 392 edi, keyin 373,2 bo'ldi. 1808 gram kamaygan bo'ldim. Gazlarning molini topib olamiz. 10,08 ni bo'lamiz 22,4 ga. 0,45 mol. Shundan gazlar, bunda 3'si 3x va 3y. Bu massa keyin 1808. 4x 32y. Katoddan o'taylar qo'shib chiqamiz. 4y-dan 2 ga ko'paysak, 32 chiqadi. 208y 3 ni 2 ga ko'paysak 96y bo'ldi.
Shunda 3x plus 3y teng 0.45. Mana ham yaxshi 12 ga ko'paytirib yozganimiz yaxshi ekan. 36 bo'ladi-ku. Bu yerda ham 36 o'tibdi. 36x 36y ko'paytirgan qancha chiqadi ekan? 408 dan 0.6 bo'lsa 504 bo'ladi ekanda shunda. 304 1808 60 necha chiqadi bu yerda 8 chiqib 168 yirik teng 13.4 chiqadi. Yirikni topsak shunda 100 dan 5 chiqadi-da. Bu yerda o'zi x plus yirikni topsangiz 3 ga bo'lib turib 0.15 chiqadi. Shunda x ning qiymati 0.1 chiqib qoladi shunda. Kislota massasini toping degan kislota bu yerda hosil bo'lgan. O'zi 6 yirik bo'ladi ekan, yirikni topaylik 100 dan 5 qo'shindi, bu shundan 0.3 mol bo'ldi. Shuni massasi sulfat kislotadan 0.3 ni 98 ga ko'paytirasizlar 29.4 gram bo'ladi. Bunda javob. Tushunarlimi? 11-savol o'tamiz. Mis 2 nitrat eritmasi misdan yasalgan massalar 40 gramdan bo'lgan elektrod deydi. Katot massasi masalan misdan yasalgan elektrod anoddan shu narsa. Nima bo'ladi ana? Katot va anod misdan yasalgan. Ikkisi. Bu aytiladi inert elektrod emas, aktiv elektrod orqali elektroz qilish deb ataladi. Aktiv. Bunda anoddagi mis yemiriladi, 2 elektron chiqarib mis 2 plyus o'tadi. Netadi? Ya'ni bu yerdagi mis 2 plyus chiqadi bu yerdan, bu yerga kelib mis qaytariladi. Ya'ni mis boradi bu yerda. Bu yerdagi mis nima qiladi? Boshda eritmaga o'tadi. Eritmadan keyin katodga boradi. Tushundingizmi? Shunday aylanadi-da. Mis 2 plyus ham 2 elektronni qo'shib olib, mis nima o'tadi shunda. Katod ajratib olinib, konsentrlangan sulfat kislotasi eritildi. Katod ajratgan massabi oshdimi, kamaydimi shunda? Shu katoddagi misa qo'shamiz shunda konsentrlangan sulfat kislota, mis 2 sulfat SO2 suv chiqadi. 2 qo'yib olamiz. Ushbu eritmaga natriy gidroksidni eritmasi qo'shilganda mis sulfat bo'ladi edi. Shunga natriy OH qo'shsak mis 2 gidroksid cho'kmasi tushadi, plus natriy sulfat chiqadi. Cho'kmani 78.4 gram cho'kma tushadi. Shunda mis gidroksiddan turib 8.8 bo'lsa, 0.8 bo'lsa bu 0.8. Bu 0.8 bo'lsa, bu ham 0.8 bo'ladi shunda. Mis katoddagi misni olganlarida, bu katoddagi mis bo'lsa, shu mis massasini topamiz. Massa katodda 0.8 ko'paytirilgan 64 bo'lib 51.2 gram bo'lib qoldi. Boshda 40 edi. Keyinchadir qo'shildidan 51.2 bo'lib qoldi. Mana shu katod massasidan bu. Katodga qo'shilgan massa anoddan olib tashaladi. Shuni topishimiz kerak-da. Anod katod necha 51.2 bo'lib qoldi desa, 11.2 qo'shildimi? Anoddan esa shu 40 dan 11.2 olib tashladi, shunda 28.8 gram bo'lib qoladi anod massasi. Mana shunday. Masalan, lekin bu yerda boshqa narsani so'ragan ekan. Hozir bu yerda 0.8 mol metal anoddan eritmaga o'tadi. Bu eritma degani. Bu yerda esa eritmadan katod o'tadi baribir 0.8 mol. Shunda 1.6 faradiy tok sarflangan bo'ladimi? Bizda boshqa chiqdi javob. Yo'q. Bunday emas ekan. Ozgina adashibmiz shu yerda. Hammasi 0.8 mol, ya'ni shu 7804 bo'lsa, 0.8 51.2 bo'lsa, 0.8 mol hammasi shu o'tmadi-ku uni. 11.2 gram o'tdi o'zi, to'g'rimi? Qolgan avvaldan boradi-ku 40 x o'tdi uni. 51.2 bo'lgan bo'lsa. Shunda 11.2 ni molni topamiz ekan.
delta n mis topib olamizda. Bu yerdan bu yoqqa o'tgan, ya'ni anoddan katodga o'tgan topib olamiz. O'zi 40 boradi bu yerda 50/2 bo'lgan bo'lsa, biz 50/2 hammasini o'tib turibmizda 0,8 mol bo'ladi deb turib. Bunda etmaslik kerak ekan. 11/2 ni bo'lasizlar 64 dan. 0,175 chiqadimi? Topinglar. O'zlaringiz ham 0,175 bo'lsa, buni topsangizlar 0,35 farad chiqadi. 35 Faraday degan narsani olamiz. 35 Faraday demak tok o'tgan. Bu javob. Tushunarlimi? Bu savol elektrolizda narsa bo'ladi. Aktiv anod usuli bo'yicha shuning savol bu. Raffinatsiya, elektrorafinatsiya deb atalgan narsa bo'ladi. Bilsangiz, elektrorafinatsiya aktiv anod usuli bilan dedi. Anod o'zgaradidan bu yerda. Anod o'zgardi degani bu ko'ngil bu mis nitratni elektrolizdan masalan mis chiqadi, katodda anodda kislorod chiqadi, eritma nitrat kislorod degan reaksiya bormaydi u yerda. Bormaydi. U eritmada nima bor ekanligiga umuman ahamiyati yo'q, lekin prosta bo'lishi kerak shu narsa eritmada misni tuzi bo'lishi kerak-da. Masalan, bu yerda mis o'tib turibdi managa, agar eritmada mis emas, ruhning tuzi bo'lsa, katodda borganda ruh qoplanib qolishi ham mumkin. Mis ham ruh ham qoplanishi mumkin. Sababi hozir mis bu yerda anoddan eritmaya tushdi. Qarida, doskaga qara, keyin yozasan. Mis anoddan eritmaya tushdi, lekin bu eritmaya tushgan mis bilan, mana shu tushgan mis bilan eritmadagi mis nitratni farqi yo'q. Shuning uchun ham xolagan bir masalan bu yerda o'zi eritmadan mis ioni boradi, mis 2+ bundan chiqqan, shu borib o'tadi yoki bu borib o'tadimi farqi yo'q. Agar eritmadagi borib o'tsa yoki imbida chiqqani uni to'ldirib qo'yadi, eritmani ham qaytaradi. Qisqasi mis 2 nitratdagi mis sarflanmay qoladi desangizlar ham to'g'ri bo'ladi. Tushundingiz ham? Masalan, o'zi mis nitratning ichida nima bor? Masalan, bodam qizirilishga bo'lsa, masalan, bunday bo'ladi-da. Bu yerdan gap tutdi, bu gap tutdi. Keyin masalan, bu chiqib ketdi. Ya bo'lmasam, endi keyin unda qiladi-ku, to'g'rimi? O'zi boradi bundan misdan. Bu yerda. Bu keladidan yo o'zi chiqib ketadi nega? Katodda borib. Ya bo'lmasam yana bu keladidan bu chiqib ketadi, ikkisi bir xil bo'lgandan keyin bir xil bo'ladi deb o'ylaysiz-ku ikkisini. Keyin bu o'ndan qolaveradi shu yerda. Qisqasi endi bu baribir qaytadi. O'zi avvaldan borib, bu ya biz qaytadi chiqib. Keyin mis 2 nitrat bilan elektrolizda sarflanmaydi. Qachongacha desak, tugaguncha elektroliz tugaguncha. O'zi elektrolizdan bir anoddagi metal tugagandan keyin tok o'tish ham tugidan va elektrolizdan tugab qoladi. Ba'zi savollari chiqib turibdi hozirgi kunda bir kitoblarda. Shuni sal qiyra savollar, uni ham bir ko'rish kerak-da. Shu aktiv anodni. Ko'ramiz hozir. Hozir pauzani bosaman kim dedi? Natriy xlorid eritmasi elektroliz qilinganda chiqadi ekan natriy demak vodorod chiqadi ekan, xlor chiqadi ekan, natriy OH chiqadi ekan. Demak, moli 0,6 mol. 0,6 mol bo'lsa, bundan 0,3 mol xlor chiqadi va shuni qaynoq kaliy gidroksid eritmasini qo'shganimizda kaliy xlorid va suv chiqishi kerak. Bu 0,3 bo'lsa, bular 0,5, 0,1 moldan bo'ladi. 0,5 molning massasi 37,5, 0,1 molning massasi 12,5 qo'shsak, ana 49,5 gram bo'ladi ekan. Da javobni olasizlar. Keyingisi 10-savolda xrom sulfat eritmasi elektroliz qilingan. Dastlab 392 gram bo'lgan, 20% ni ishlatib o'tirmaysizlar uni. Bu bunday narsadan qolishi ham mumkin edi eritma. Xrom sulfat qolishi ham mumkin, lekin suv elektroz bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu boshda xrom sulfat elektroz bo'ladi, keyin suv elektroz bo'ladi degan gap yo'q. Bu yerda xrom ichki metal bu o'rtacha aktiv. Undan chiqib bo'ladi elektrozda ham katodda metal chiqadi, ham vodorod chiqadi. Vodorod chiqqan reaksiyasini addenni yozasalar, aktiv metal atib xrom chiqqan reaksiyasini pasiv atib yozamiz. Demak, ikkiga bo'lamiz reaksiyani. Ikki xil atib yozamiz. Aktiv metal deb qaraymiz xromni. Bu xrom aktiv bo'lsa, sulfat baribir kislorodda kesda qoldi-ku. Sulfatdan baribir ham bir xil kislorod chiqadi ikki reaksiyadan ham. Lekin xromni biz aktiv atib qarasak undan bo'lakan son tezlash. Vodorod chiqadi, pasiv atib qarasak xromni o'zi chiqadi. Ana bu 2x x bu 4y ga 3y bo'ladigan shu moddalar chiqadi. Bu yerda massa farqini topsak, qolgan eritmaning massasi 373 ekan. Shunda 1808 gram kamaygan. Gazlarning esa moli bo'lsa 0,45 mol bo'lgan. 3x plus 3y deganimizdan 0,45 bo'lsa, 4x 32x
208 Y, 96 Y. Bu 208 Y, buniki 96 Y bo'ldi. Massalari 1808 gram. Ya'ni massa farqida sizlar olishlaringiz kerak. Katot va anodlarning massalarini qo'shib olsangizlar, chiqqan moddalarni 3-4 sini massa farqi kelib chiqadi. Sababi elektrolizda katot bilan anod bor va ularda massalar nolllashtiriladi. Eritmadagi moddalar nollatiladidan eritmadan chiqaveriladi. Ya katot bilan anodga yopishib turadi. Chiqqan moddalar masalan xrom katotga yopishib turadi. Ya bo'lmasam gaz bo'lib pufak shaklida chiqib ketaveradi eritmadan. Kamayadi qisqasi shu hisobidan. Tushundingizmi? Eritma massasi nima hisobidan kamayadi ekan shunda? Elektrolizda katodda va anodda chiqqan moddalar hisobidan gaz bo'ladimi, metal bo'ladimi, baribir ham kamaytiradi ekan hammasi. Lekin gazlar 0.45 ekanligini bunda topib ko'pmiz. Buni 3x va 3y gaz. Shularni ishlasangizda y teng 100dan 5 chiqdi. Bu yerda 6y bo'lar edi. Masalan bu 4y, bu 6y da bo'lamiz. 6 bo'lgan o'lchamida 0.3 mol bo'ladi. U ham ko'patsangizda 100dan 5 ga 0.3 mol 2904 gram bo'ladi shunda. 11-savol mis-2 nitrat eritmasidan mis elektrodlar yordamida dedimi? Sizlar o'ylanmoqchida bu aktiv anod deb bo'linadi. Aktiv anod. Ya'ni misdan yasalgan bo'lsa, ruhdan, temirdan, metallardan yasalgan bo'lsa, anodni o'zi lekin anodga e'tibor berishadi. Bu aktiv hisoblanadi va u bu yerda mis eritmaga o'tadi. Va eritmada ham o'zi mis-2 nitratdan chiqqan mis bor va ya shu misni o'zi ya bergin misni o'zi kelib katodga borib qaytariladi. Natijada baribir ham anod massasi kamayaveradi. Chiqib ketgani uchun katod massasi oshaveradi. Bunda kamayaveradi, anod massasi katod oshaveradi. Natijada ham shunday o'zgarish bo'ladi ekan. Natijada o'shada katodni olib sulfat test etganimizda mis sulfat SO2 suv chiqqan bo'lsa, mis sulfat ham nasib OH ko'rsak, mis 2 gidroksid chiqqan bo'lsa, chiqqan mis 2 gidroksidning molini topib olamiz. 0.8 mol. 0.8 bo'lsa, bu ham 0.8 mol. Bu ham 0.8 mol chiqadi katodning massasi. Oshgandan keyingisi. Bu 51.2 gramga teng bo'ladi shunda. Ya'ni avval 40 edi, keyin ustidan mis qo'shildi-da 51.2 bo'ldi. Demak, nechalik qo'shilgan bo'ldi shunda? 11.2 gram qo'shilgan bo'ldi. Shundan 64 ta bo'lsak, moliga kelib chiqadi. 0.75 mol ekan. Bu ham shunda 11.2 kamayadi. Agar sizlardan anodni so'ragan bo'lsa, 2808 deb javob beradi o'sha. Shundan yozib ko'pmiz. Keyin 0.75 moldan bu yerda 0.75 mol bo'lsa, mis chiqqani bu yerdagilar 0.8 emas qo'shamiz buni. Uni avval yozib qo'ydik. Xato bo'lmasa 0.35 faraday bo'ladi. 12-savol o'xshaydi shuna. Mis 2 xlorid bo'lsa-dan shu narsa bo'ladi. Mis anodda 0 dan 2 elektron chiqaverib, mis 2 plus o'tadi. Katodda esa mis 2 plusdan 2 elektron olib, mis 0 o'tadi. Ana shu yerda katod olindi va misga qo'shdik nitrat giddan. Qanday ekanligini farq yo'q. Masalan, bizda konsentrlanganda bo'lsa, ikkisi bilan berishadi reaksiyaga. Mis 2 nitrat, NO2 suv chiqadi. Shunday yozib olamiz. Undan keyin mis 2 nitratdan qo'shasizlar natriy OH. Mis 2 gidroksid cho'kmay tushadi. Plus natriy nitrat. Mis 2 gidroksidni molini topib olamiz. 19.6 ni 98 ga bo'lamiz. 0.2 mol. Bu 0.2 mol bo'lsa, bu ham 0.2 bo'ladi. Bu 0.2 bo'lsa,
12-chi savolda demak nima barligini aytamiz. Mis 2 kvadrat masalan elektroz qilingan nima chiqadigan shunda katodda mis chiqadi, lekin anodda esa mis yemiriladi. Tushundingizmi? Eluvchi anodda bor turadi, mis anod yemirilib, katod ko'payib boradi, borgan sari ikkisini orasidagi farq ko'payadi bilan. Boshda teng massa bo'lsa, keyin teng bo'lmay qoladi. Masalan, aynan bu yerda katodni ajratib oldi, ko'paygandan keyin va nitrat kislota ertib mis 2 nitrat chiqdi, uni natriy hosh qo'shdik, mis 2 gidroks chiqdi. Buni mol shundan mis 2 gidroks 0,2 mol. 0,2 mol massasi 1208 gram bo'ldi. Boshda 10 gram, keyin 1208 gram bo'ldi. Chaqirilgan ekan shunda 208 qo'shilgan. Boshda 10 edi, x7 shunda 208 ni chaqirilgan shunda anodda 2 gram qoladi bo'lasizlar. Keyingi savolda 3-chi savol. Mis sulfat elektroz qilindi. Bu ham shu, ya'ni mis anod mis katod orqali elektrozlangan. Katod massasi oshgan, anod massasi kamaygan. Boshda ikkisini massasini endi bo'lsa, keyin katod n+x bo'ldi, anod esa n-x bo'ldi. Orasındagi farq 76,8 bo'ldi. Hatto sizlar shu ikkisini katoddan olsak 2x 76,8 bo'ldi, x 38,4 chiqadi. Bunlar ham moli 64 chiqadi, 16 mol bo'ldi. 16 moldan keyin ham faraday topsangizlar 1,2 faraday bo'ladi shunda, bitta joy. 16-savolda mis 2 sulfat elektroz bo'lindi, mis 2 sulfat kristal chiqdi va suv elektroz qilindi. Vodorod kislorod chiqadi. Bu 2x x bo'lsa, 2 y bo'ladi. Anodning massasini katod massasiga nisbati bittasi 1,675. Anoddagi moddalar massasi 32x dan 32y. Katod massasi 128x esa 2y. 4y. 2y bo'lsa 4y. Ko'paytirib olasizlar, buni 56 chiqadi. Yani x şöyle kısaca şunu grafikte 74 4x teng 49 6y bo'lib, y teng 1,5x chiqadi. Keyin bir 1,5x qo'shsamiz, kislorod miqdori 2,5x bo'ladi. Kislorod chiqishi uchun 0,5 faraday sarflandi. 4 ga nisbatan 4,5 shundan 4,1 mol kislorod chiqishi kerak. Shu ham 2,5x teng. X topsada 100dan 5 bo'ladi. 2x sulfat sarflangan, shunda 0,1 bo'ladi. 0,1 16 gram. Bu sulfat bo'lgan boshda. 16dan 250 ga bo'lsangiz 100% chiqadi. Sababi hammamiz sulfat tugagan bo'lib elektroz qildi. Bundan keyin suv elektroz bo'lib boshlanadi. Suv elektroz qilindimi, demak bu sulfat qolmadi. 0,1 sarflanadi, demak 0,1 bo'lgan boshida ishlaysilar. Keyingi savolga javob Kaliy xlorid elektroz qilamiz, nima chiqadi? Vodorod, xlor, kaliy OH chiqadi. Ana keyin shunda chiqqan kaliy OH sulfat kristal qo'shilgan shu. Ikki xil aksiyaga chiqadi kaliy OH bilan sulfat kristal. Chiqadi shunda bir nisbatda esa kaliy gidrosulfat chiqadi, no'ton tuz, sababi ikki asosli kislotadan. Ama 2 yok kaliy OH qo'shsangiz o'rta tuz chiqadi aslida. Agar 2 ga bir nisbatda esa kaliy sulfatdan suv chiqadi. Mana shunday sulfat kristalni molini topib olamiz. 0,75 ning ko'patasi 0,4. 1,3 mol bo'ldi. Bular ekvivalent bir nisbatda chiqadi. X bo'lsa, bu ham x bo'lib 2x sarflangan bo'ladi. 2x ham o'lchadigan bo'lsa sulfat kristalni 0,5 bo'ladi. X bo'ldi. Buni o'zi 2x bo'ldi. O'sha 3x kaliy OH chiqqan. Kaliy OH chiqqan miqdori o'lchildi, suv ham 0,5 mol bo'ldi. 0,5 protsentda. Endi vodorodni topib olsa 0,225 mol chiqadi, hamma 2 ga bo'lganimizda. Vodorod chiqishi uchun 0,225 chiqishi uchun
0.45 Faraday sakirgan tok. Mana elektron miqdori teng 7 taqsim Faraday bor bilan shundan T topib qolasizlar. T teng elektron ko'paytirilgan Faraday taqsim I bo'ladi. Endi elektron deganga qo'yasizlar 0.45 Faraday egasi sekundda 96.500 qo'yasizlar. Yeni qiymati 7,5 qo'yasizlar. %90 sekund bor. Tushunarmi? 0.5 3.0.5 ko'paytirganda keladi. X ning 0.5 chiqimi 3 ko'paytirganda 0.5 bo'ladi. Tushunarmi? 23 savol bor ekan. Tartibda birinchisida mis 2 dan nima o'tadi? Mis nima o'tadi, to'g'rimi? Balki tartibda bo'lsa x n dan n elektron olib x nima o'tadi, to'g'rimi? Shunda mis chiqqanini bilgan-ku. Misni molni topib olasizlar. 56 ni bo'lamiz 64 ta. 9 bo'ldi. Buni 9 bo'lsa bu 1.8 bo'ladi, mana. Bu 1.8 bo'lsa bu n ga x bo'ldi. Malyamaslar. Masalan, buni eldan moldan sababi moldan bu. Belki esa massa qo'yilgan shu yuqorida 33.6 bo'lib, montena malyamassasi şey, to'g'rimi? X deb qo'yish shu malyamassasi. Shunda x topsangizda 33.6 n ni 1.8 ga bo'lish kerak. To'g'ri hisoblanadi. 18.66 n chiqadi. Shunda n ning qiymati shunga kelsa 3 berasizlar, endi 66 33 kelsa. Bo'lmasa 2-3 barga ko'rasizlar o'z boshidan boshlab, yo 1 barga ko'rasizlar. Shunda x ning qiymati topsangizlar 1866 ni 3 ga ko'paytirgan bo'lgan 56 chiqadi, ya'ni temir bo'ladi shunda. Shunda n ning qiymati 3 bo'ldi bu yerda. Sababi 3 berganda chiqdi. Ijodlanamiz. Agar metalni so'rasa temirda bo'lasizlar. Tushunarli? Yigirma sakkizinchi savol. X xloriddan elektroliz qilsa chiqadi. Suyuqlanma bo'lib, suyuq qo'shiladi, X bilan xlor chiqadi. Y xloriddan bo'lsa Y bilan xlor chiqib, esa qiynab qo'yamiz. Birinchi idishda 2.7 mol X chiqib qo'ydik-ku. Sizlar buni tashlaladimi? Xlordan tashlab. Ya'ni ikkisidan ichki tok o'tkazilgan bir xil miqdorda tok o'tkazilgan, to'g'ri? Ketma-ket bo'lganda qo'ydik-ku. Ketma-ket ulansa, parallel ulansa, shuni yozib qo'yadilar savollarda. Qisqasida buni bu kitoblardan bir xil bo'lsa, lekin aslida farq etish kerak narsa. Ketma-ket ulangan bo'lsa, hammasidan bir xil miqdorda tok o'tadi. Masalan, bundan 2.7 mol xlorni chiqarish uchun sarflanadigan tok o'tgan bo'lsa, bundan 2.7 mol xlor chiqish uchun tok ketadi. Lekin bunda 2.7 mol X sarflangan, X uchun sarflangan tok Böyle iyi ki şunca sarflanmaydi, şunca çıkmaydı. Tok şunca sarflanadi, lekin shuncha chiqmaydi. Sababi yer necha plusdan o'tadi bu? 3 plusdan nol o'tadi. Belgesa 2 plusdan nol o'tadi. Shuni farqi bor, to'g'ri? Lekin xlorda farq yo'q. Masalan, bu 2.7 bo'lsa, bu 3'e 2 bo'lib turib, buni 1.8 ta bo'lsa bo'ladi. Bo'lmasa aka, bu bo'lmasa aytasizlar. X 2 plusdan 2 elektron olib X nol o'tgan bo'lsa, 2.7 bo'lsa, tokni olamiz, tokni 5.4 Faraday bo'ladi. Keyin Y 3 plusdan 3 elektron qo'shib olib, Y nol o'tadi. Bu 5.4 Faraday bo'lsa, bu 1.8 mol Y chiqadi, buni topsasizlar bo'ladi. Tushundingizmi? Tok bir xil sarflanadi. Tok bir xil sarflangandan keyin bular bir xil chiqmasin, lekin xlordan bir xil chiqadi. Xlordan yetsangizlar ham mana bo'ladi. Shundan valyamasi yutni topib olamiz. Massasi 100.8 ni 1.8 ga bo'lamiz. 56 chiqadi ekan. Bu ham temir shunday. Temir chiqarib qo'ygan. Sijoqlanamiz. 26 ishlashi ekan. Sog'lom bo'lmaydi, to'g'ri sog'lom bo'lmaydi.
Yaxshi ishlab toshimiz doim. Visiki nitrat, elektroskopdan chiqadi. Anık mol yetib turimiz. X bilan 2x bilan 4x da bo'lsa, eritmani hajmi x molni 1,5 molar bo'lib, niye ko'paytirganda dastlabki eritmani hajmiga chiqadi. Buning niye ko'paytiramiz? Buning o'zi 2x ni 1,5 beramiz desangizda, masalan, mis-2 nitratni moluncha bo'ldi. 2x bo'ldi. Simalarni chavolini 1,5 molar bo'ldi. Shuni eritmani hajmi chaqtirgan tushadi. Simalar o'zini chiqadi. Taqsim eritmani shunda eritmani chaqtiramiz. Endi simalar bo'lib topaslar. Endi simalar bo'lib topaslar. Bu eritma shundan bitta chiqadi. Litrda shuni 1 litr o'tkazish uchun niye ko'paytiramiz? Bundan eritmani zishib o'zgarmagan bo'lsa, ro'dak ko'paytirib qo'yamiz shuni. Bu dastlabki eritmani massasi. Shundan dastlabki eritmadan endi chiqqan moddalar massasi 160x ni olamiz. Gramda 160x ni olamiz. Shu teng bo'ldi. Keyingi eritma 4x nitrat miqdorini 4 molar bo'lib, mana bunga ko'paytirganimiz hajmlar teng. Undan keyin ro'ya ko'paytirganimiz bor. Ana shunday. Qisqasi bu yerda 3 narsani o'ldiradi desangizda, 3 narsa massa birinchi eritmani beradi. Imba esa delta n ni beradi. Imba bo'lsa massa ikkinchi eritmani beradi. Shuni inversiya bo'lgan qismi nima beradi desak, bu bir eritmani beradi. Imba qismi esa bu ikki eritmani beradi. Imida rho 1 bilan rho 2 da ishlagan, lekin ikkisi ham o'zgarmagan deb qo'ygan uchun ro'lab qo'yamiz ikkisini. Mana imba qismi bo'lsa, bu eritmani nadagini beradi. Hajm bu eritmani litrdagisini beradi. Kimga ko'paytirgan bo'lsa, mililitr o'tkazish uchun. Imbisi mol, bu simalar. Bu mol, bu simalar. Nitrat distant niye ko'paytirdik? Mililitr o'tkazish uchun bu 160x bo'lsa, bu ikkisini massasi. Mana shuni ishlasak, shunda chiqadi-da. 2000x ko'paytirgan rho taqsim 1,5 minus 160x teng 4000x taqsim 4. Kessak bu necha bo'ldi? 1000x rho bo'ldi. 1,5 keyin nega ko'paytirish kerak? Bundan ko'paytirish kerak 1,5 ni, bundan ko'paytirish kerak, shunday ko'paytirsak bo'ladi. 2000x rho minus 240x teng 1500x rho bo'ldi. İkisini qisqartirganda olganda da, masalan, buni bu yoqqa o'tirasizlar, bu yoqqa o'tadi. Shunda 500x ko'paytirgan rho teng 240x bo'ladi. X larni qisqartiraversak, rhoni topsamizda 500 taqsim 240 chiqadi. Ulan necha teng bo'ladi shunda? 0,48 chiqadi shunda. 240 taqsim 500 bo'ladi. 0,48 chiqadi rho qiymati. Shundan so'ng qancha eritma qolganligini toping degan. O'tdan so'ng qancha eritma qolganligini toping degan, uni uchun xdan topish kerak. Ha, keyingida 40 gram kamaygan degan narsa bo'ladi. 160x degan narsa borku, 160x degan o'zida 40 gram tengadi. Shuna 40 gramdan qo'yib x topsin nima chiqadi. Eritma qolganligini topganda, endi 22 eritma topmasa shuni. Chunki barcha hammasini qo'yib chiqish. Shunda 4 ko'paytirilgan 0,25 taqsim 4 ko'paytirilgan 1000 ko'paytirilgan 0,48 da bo'ladi. Shundan bu aksiyatlardan 250 chiqadi, uni ko'paytsangizda 120 gram chiqadi. Eritma massasi. Demak, boshda 160 gram bo'lgan eritma massasi.
Birinchi savol ekan. Demak, savollar 21-chi. Kaliflar yetmasiga ehtiyoj bo'lganda vodorod xlor kaliflar chiqar ekan. Chiqqan kaliflar sifat istamasa, kaliy sifat bilan kaliy sifatlarni teng moldagi bir-biriga nisbatan aralashmasi chiqadi. Demek sifat islamik x saqlangan va bunun molni o'tirish bo'ladi. X ni o'tish bo'lsa, x teng o'tirish bo'ladi sizlar. Va kaliflar 3x saqlangan bo'ladi. 3x bizda 45 bor bilasizlar. Shunda o'tirish kapasitesi 45, bunda 200 yana shuni o'tirish saqlangan bo'ladi. Chiqqan, o'tirish chiqqan. Shunda 45 ifoda yetadi. Tani topishimiz uchun shu yerdan elektronning ikki taqsim ifoda bo'lsa, tani topishimiz uchun n elektron ifoda qilib ega bo'lamiz. Shunda 5790 sekund vaqt yetar ekan shu elektronni amalga oshirish. Keyingisida mis bilan xn pluslarni baragan. Misdan chiqqan massasi 56 bo'lgan. Bundan x dan 36 bilan bo'lgan. 56 64 bilan 09 mol mis chiqqan. 09 mol mis uchun 1.8 farad sarflangan va elektrodlar texnik ulangan bo'lgan. Texnik ulangan. Natijada bir xil to'xtatadi vosita 1.8. Buni mol 1.8 bo'lsa, koeffitsiyenti m. Buni gram 36 gram bo'lsa, moliya massasi x ta vositadan shuni topsangiz 36 n teng 1.8 bo'lib 1866 n chiqadi. Endi topganlaringizda qiymatlar ikkitasidan sho'rdan. Endi uni 3 barsangiz ham 66 dan izi shunda butun son chiqadi. 56 chiqadi, demak temir bo'lgan va bu yerda endi topishga 3 bo'lgan ajot qilamiz. X xloridga elektroz qilingan suyuqlanmasi X bilan xloridga, Y xlorid suyuqlanmasida Y bilan xlorid chiqqan. Bu yerda X massasi mol 2.7 mol bo'lgan. Bundan gap chiqadi xlor 2.7 mol. Bir xil miqdorda xlor chiqqan bo'lsa, bu yerdan 2.7 mol xlor chiqadi bilasizlar va bundan Y ko'rsa 1.8 mol chiqadi. 100.8 1.8 bo'lsa 56 chiqadi. Ya bo'lmasa X2 plusdan 2 mol chiqishida, bundan X chiqishida 2 elektron sarflangan 504 farad. Bu yerdan 504 farad sarflaydilar, bu Y uchun lekin buna 3 elektron sarflanadi masalan. Y 1.8 mol bo'ladi. Şu 1.8'e 100.8'de 1.8'e ölçeceğiz 56 çıkarır şundan. Keyingi sorumuz. 26. soru. Mis 2 nitrat elektroz kılınsa, mis 2 nitrat kristal çıkarır. Bu 2x olsa, bu 4x bo'lgan. Eritmani demek 2x'ni bir yerdan bölsengizde, smolyar eng asosiy bo'lsa, bu eritma topishni endi smolyar bilamiz. 2x molni bir yerdan molyarlikdan bo'lamiz. Bundan miya ko'paytirsa hajm eritmani Yüzde de hacim etme gap çıkarıyor. Şu bölgelerinizde fakat litrede. Şunu niye kapatırlarız? Mililitrede hacim etme olur. Bunlar ki zışkın kapatırlarız, massa etme olur. Kendi delta n'ini 162 statlaşırsalar, kiyana şunu çıkarırken. İkinci etme 4x mol nitrat ise, onun malyalığı 4 malyar bölüp niye kapatırlarız? Eritme hacmi, kendi rho kapatırsa imit etme olur. İkisinden zışık özgermeyenlik için rho da balasılar. Bunda 2000x rotasyon bir yaram, şu narsa, minus 169 teng shuncha bo'ldi. Chiqargan, shunda deb ishlasangiz-da, 500x ro teng 240x bo'lib, x qisqarib ketsa 500 ro teng 240 da ro topsangiz 240 bo'lsa bilan 0.8 chiqadi. Keyin 160x dega endi delta n massasidan barq bo'ladi, 40 gramm kamaydi. Bundan x teng 0.8 to'g'risida bir de ikinci elinden bir massasını sorağında yük etmedi. Şu narsa yük etmedi oldu. 4'ünü köpatlarımız 0.25'e x çıkardı. Bölümümüz 4'de formada niye köpatlarımız köpatken o da yine 0.8 klasıda. 120 gram bağlı ekan şunda. Tushundingizlar? Keyingi so'ramiz 26dan keyin 31. Buradan o'xshaydigan o'zi. Yaxshi degan savol, to'g'rimi? O'sha savol bu savol.
Masalan, bu shaharda bundan so'rib yuramiz. Mis sifat elektrostansiyani chiqarib, mis chiqarib, kislorod chiqarib va sifat chiqarib. To'g'ri chiqib ketdi. Mis sifatni miqdorini topib olamiz. 0.3 litrni 1 molar kubasiyada 0.3 mol bo'ladi. Mis sifatni 0.3 mol bo'lsa, chiqqan misdan 0.3 mol bo'ladi. Agar olingan katodni grafik elektrod bilan-ku bu. Grafikda nima yozilgan bo'ladi? Uglrod bo'ladi. Tushundingizmi? Grafikda narsa uglrodni atom shakli. Olmos grafik karbon fulleri. Yana ham uglrodning shakllari bor. Masalan, ko'mir deydi. Ko'mir elektrod deb atadi. Ko'mirdan elektrod tayyorlanadi, uldum zaif bo'ladi. Qalam bilan ko'mirning farqi bor. Qalamning ichidagi sterjon bilan, ichidagi urollarning qarasi bilan ko'mirning farqi bor, to'g'ri? Ana shu qalamning ichidagi grafik bo'ladi. Bari ko'mir esa shunday zaif qismi bor. Bu ikkita qismi farqi bor. Strukturasida. Masalan, oddiygina nima desa bo'ladi? Toprak bilan karboshning farqi bo'lganida. Toprak bilan karboshning farqi bo'lgan. Masalan, toprak degani 16 ta narsa bu. Balki karbosh esa shuni sal bir o'zidan xos shaklda bo'lganini. O'zlaringiz ham misolga olasizlar shu narsani. Birinchi farqi bor shu an tushunishda. Kalsiy qilingan sifatida qo'shqalarda bir esa girishadi bu. Yodingizda bo'lsa kremniy natriy qo'shgan girishadi. U yo'lda esa sulfatistlardan girishadi. Yoddaman nitratistlardan girishadi bu. Esa chiqadi, bir suv chiqadi. Sert bolda kullanılan. Sert bolda. Yaxshi, gazlanma olmagan yutlarni o'shida biza. Gazlanma 67.2 bo'lasida 24 ta bo'lsa 3 mol bo'lganda unda 3 mol to'g'ri. Bu misancha so'kkancha boshdan 3 mol. Umumiy chiqqan shunday gazlanma optimal o'lcham bor. 3 mol bo'lgan, to'g'ri? Bularning ikisini X-da bo'lsa, 3x'ni ichida bo'lishida 3 dan 3 bo'lsa 200 yuqorida chiqqan, 0.3 pastda chiqqan, shunda 3 mol bo'lgan axir. X teng 0.9 bo'lgan, bu ham X bo'lib 0.9 chiqadi. Doğru yana mexanizm yönetimi. Bu 8, bu 0.6, ikisini ko'rsak Q4. Q4 98 kilometr ne kadar? 235 chiqadi. Bundan yesizlere bağlı, süper kısıtlardan yesizlere bağlı. Ortaça var 4 degan bir narsa. 60 degan shart emas, yapılan masası shart emas. Qisqasi shunda dastlab katod masasini diagram bo'lsa, katod faqatgina grafikdan tayyorlangan bo'lganmi, shunda 9 dan 12 ga payqasida grafik masasi 19.8 gram bo'lgan shunda dastlab. Shundan aslo. 34 nechalik qisqasi shuni 34 gram, 36 savol. 36 savolda disiplinli nitrat bilan kumush nitrat elektroz o'chilaman. Bundan mis kislorod nitrat kristal chiqadi. Bundan kumush kislorod nitrat kristal chiqadi. Elektronun molunu tapmamız kulonlar koydukları sırayla kulonla örneği 3860 kulonunun burası da 96.5'de doğrudan doğruşuna burası da. Şimdi bizden Q taksan paralel oradan 3860 28 çıkar yani %4'ün. Ana ki 208 gram aşağı çıktı şu metallardan 208 gram. Bana 2x tabasa, bana 4 tabasa. Mis 2 virüsden 2 elektron alıp mis nöro etken bulsa 2x için ya 4x paralel saklanır. Kumush virüsden 1 elektron aldığınız olur. Kumush nöro etken bulsa 4 iyilikten 4 iyilik alınır.
Şu anın yığınlısı 4x plus 4 iyilik 100'den 4'e teng bo'ladi. Faraday. Keyin massasi 2x degan massasi 128 plus 4 iyilikning massasi 432 iyilik teng 2.8 bo'ladi. Shuni 32 ga ko'paytirib 60 jasamizda 128 x sakkidan 432 dan 128 dasazdan necha bo'ladi? 208 dan 128 dasamizda 152 chiqadi, to'g'rimi? Yigilik topsa shunda 200 dan 1 qismida 1005 bo'ladi shunda. 1005 degan 4 yigilik deganimizdan necha bo'ladi shunda? 400 dan 2 bo'ladi. 100 dan 2 bo'lsa 4x ham 100 dan 2 bo'ladi. Shunda 4x dan 100 dan 2 bo'lib, x dan 100 dan 1 chiqadi shunda. Bunga 100 dan 1 bo'ladi. Bir ham 100 dan 1 chiqadi. Bir 100 dan 2 chiqadi. Mollar. Ana shu mollarning endi hajmi yetmay turasizlar, konsentratsiyasiga chiqadi. Misik nitratning konsentratsiyasini topganda simolyarni misik nitratning mol necha ekan? 100 dan 1 to'g'rimi? Hajmi esa 0.4 tilsizda bo'lsa 0.1 chiqadi. Javob. Keyingi 37-savolimiz. Misik nitrat elektroz bo'lsa yana yozgan qiynalamiz-da qisqasi. Bitta mis kislorod nitrat kislota shunday bo'lsa 752 gram tuz qoldi. Qaysi birisi boshqa tuz bo'ldi bu? Kumush birinchi bo'ldi, mis qoldi qolganimiz bor. Shuning uchun mis 2 nitratni dastlabki molni topib olamiz. 0.5 ni ko'paytirsa 0.1. 400 dan 5 mol bo'ldi. Keyin qolgandan shu mis 2 nitratda turib shundan molni topib olamiz. 752 gramni bo'lasizlar 124, 64, 188. 100 dan 4 mol qolgan shunda. Necha elektroz bo'lgan? Mis 2 nitratni 100 dan 1 elektroz bo'lgan. Yana 0 elektroz bo'lgan. Kumush nitratni hammasi elektroz bo'lgan. Molsa ham qoladi. Kumush nitrat uni molni topishimiz uchun 0.2 molarni 0.4 bilan ko'paytirasizlar. 100 dan 8 mol elektroz bo'lgan. Shunda mis sulfatdan 100 dan 1 sarflangan, buni 100 dan 8 sarflangan bo'lsa, bir ham 100 dan 1 100 dan 8 bo'ldi. Mis 2 plusdan 2 elektron olib mis 0 o'tgan bo'lsa, bu 100 dan 1 bo'lsa, bu 100 dan 2 farad sarflanadi to'g'ri. Kumush plusdan 1 elektron olib kumush 0 o'tgan bo'lsa, bu 100 dan 8 chiqqan bo'lsa, bu ham 100 dan 8 farad sarflanadi sizlarda. Shunda umumiy elektron miqdori 0.1 farad bo'ladi. Elektronning molidan teng bo'ladi shunda 7 taqsim farad ekan. Shundan bizlar tini so'rab qo'ydik yana. Yana bir ishlar shunday formula. T teng n elektron ko'paytirilgan farad taqsim I bo'ldan elektron miqdori 0.1 chiqdi. Faradayga sekundda qo'ygan bo'lsa 96.500 deb qo'yasizlar. Iga bo'lsa 5 amper qo'yasizlar. Shunda 1930 chiqar ekan. 1930 sekund chiqar ekan. 36, 37. Shuni solda chiqadi. Ejop. Demek, 34. savolda mis sulfat
elektroliz bo'ldi. Mis kislorod kislorod chiqdi va bu yerda chiqqan katoddagi mis bilan birga grafit elektrod degan ichindagi uglerodi ikisidan oldikdan ustidan mis qoplab turgan bo'ladi. İçi grafit bo'lasizlar, ichi grafit bo'ladi, ustidan mis qoplab turgan bo'lishadi. Olamizdan shuni sulfat kislorod qo'yamiz. Sulfat kislorod shu to'liq yo'q bo'lib ketguncha endi bu yoqdan bir narsani o'xshab turamiz. O'zini bir narsasi bo'lishi mumkin, shular bo'ladi. Qo'ysa ya dur tashlaymiz shuni sulfat kislorodni. Hammasi yerga ketgunchadan. Shuni qo'yganimizdan shuncha sulfat kislorod bilan saqlangan va gazlar chiqqan ushbu. İkisidan birikdi, masalan, bo'lgan bo'lyapti, bular hisoblasak ham bo'lyapti. Bizlar bilamiz, bu yerda 0,3 mol mis chiqadi. 0,3 qo'ygandan bu yerda 0,3 mol gaz chiqqanda bo'ldi. O'sha 3 mol gaz chiqqan bo'lsa, 3 dan 0,3 toplasak, bu yerda chiqqan gazlar gap chiqadi, 2 bo'ladi. 3x teng 2 bo'lsa, x teng 0,9 bo'ladi. Demak, bu 0,9 mol uglerod grafit elektrod sifatida bo'lgan, ya'ni u 10,8 gram bo'lgan grafitning o'zi bu asosdan bu grafit elektrod. Elektrod degani shu katot dur tushirdi. Anoddan shu grafit bo'lgan, lekin u anodda chiqqan uglerod, bu anodda chiqqan kislorodimiz uglerodning yuzasidan chiqadigan yetaveradi, gaz bo'ladi. Balki reaksiya kirishi mumkin, nima bilan? Uglerod bilan kislorod reaksiyasi so'yib chiqishi mumkin mana bu nuqtada. Uni lekin solat bermaganlar shu hozir. Girishgan mumkin, ozgina girishmasgan, buldum kam girishadi girsalar. Nima yer ketmaydi ulardan. Yana ketmaydidan suvlarda turgan narsa. Qiyin bo'ladi. Qizish kerak narsa bor. 36 soatimiz misiki nitrat bilan kumush taqdirlarini elektroskonda minsk kumush chiqdi. Shu yerda 104 faraday sarflandi. Qarang, ikki narsa bor turibdi. Birinchi faradayning miqdori, ikkinchidan esa 208 gram ikkisining massasi. Elektrodlar chiqqan moddalar massasi minsk bilan kumush massasi mavjud. Shularni bog'lash kerak bo'ladi. Masalan, bunda bir xil nuqtada bog'lasa 2x chiqadi, unda 2 bog'lash uchun 4 ta bog'lasam shuni 2x uchun misni 4x tok kerak. Buni 4y uchun berib chiqqan 4y uchun 4y tok kerak. Ikisini qo'shsa shunda 104 faraday bo'ladi. Buni chiqarib keyin buni 2x 128x bo'ladi, 4y 432 bo'ladi. Bu ham 2,8 gram teng bo'ladi. Bu da 2,8 gram teng bo'ladi. Buning massasi shunda elektrodlar chiqqan mis va kumushlarning massasi. Topsamizlar 304 yillikning 1,2 yillikning 0,5 chiqadi. 4x topsalar shundan 102 bo'ladi. 2x topsamizlar 101 bo'ladi ekan. Bu 101 endi smolyar topish uchun 400 ml yetmadi qo'yadi o'zi. Shuni bilasizlar, motorda 0,5 smolyar chiqadi. Shunga o'xshagan elektrod reaksiyasi faqat bunda masalan barib ko'tdilar narsalarni faqat mis kumush nitrat bilan mis 2 nitrat almashmasi berilgan. Ularning mollari 105 mola, 108 mol bo'lgan. İkisini. Lekin qolgan tuz bor. 7,2 gram qolgan. Buni faqat biz olib shunda mis 2 nitrat qoldirib buni bo'lmaslik ham mumkin. Masalan, kumush nitrat hali to'liq tuz bo'lmasdan biridan to'liq tugagan bo'lsa, bu ham qolib ketishi mumkin. Lekin bizda shuni deb olganimizda chiqdi. Qachon nedan bilan chiqadi? Masalan, javob chiqadi. Men bu 105 bo'lsa, bu 104, ya'ni kamroq qoldi. Shundan. Agar endi bo'lganlaringizda 0,0 6, 7, 7, 8, 10, 15 deb 7-8 klass davom etib, bu narsani sizlar olasizlar. Demak, bunda ishlab bo'lmaydi ekan, bundan qaraganda ko'p qolishi mumkin emas, qolganini deb turib, mis nitrat polni qolganda bo'lasizlar, 105 ni. Undan keyin qolgani esa kumush nitrat ham qolganda bo'lasizlar, farqini, ikkisining farqini shunda. Qisqasi ishlasa bo'ladi dedim. Ular ketmayapti tuxmanda shunda bu narsalarni. Video elektrobizda 104 mol topdi, boshqa 105 oldi. Bitta saqlangan shunda 101. Kumush nitratdan esa shunda hammasi saqlanib bo'lgan 108 mol. 101 mol mis 2 nitratdan 101 kumush chiqadi, bundan 108 mis chiqadi, 101 bu yerda 108 kumush chiqadi. Ana ekan 101 mis uchun 102 faraday, 108 kumush uchun 108 faraday to'p kerak, u ham 0,1 faraday bo'ladi. İlk tasnif faraday bo'lsa, elektron miqdori tan topishimiz uchun eng elektronni faraday ko'paytirib ega bo'lasizlar. 0,96 ko'paytirib 5 ga o'tkazib 1930 sekund chiqadi. Keyingi so'raymiz 38. 39 ishlamda shundan mas'ul ishlayman bo'ladi. Savol sonida bundan ishlaymiz.
mis ikki sifat elektroz bo'lsa, mis kislorod sifat ishlab chiqadi. 20% sifat yonini saqlagan eritma bo'ladimi? Demak, mis sifatni ishlatgan shunday eritmada. Ortiq qolgan. Yo'q, adashdim. Sifat yonini saqlagandan qarab bilinmas, mis sifat ortiq qolgan. Pastda mis iyonidan bog'liqligidan bilasizlar. Mis iyoni bo'lmasa kerak, elektroz oqimishi bo'lsa, nol o'tish kerak emas, mis o'tish ketish kerak. Mis nol o'tish kerak. Shunda mis sifatdan qolgan. Masalan, 2x elektroz bo'lgan bo'lsa, 2x sulfat kislota bo'lsa, bu y mol qolgan. Sulfat kislotadan boshlanadi. 2x. Shularni dissotsiyatsiya deymiz. Qolgan mis sulfat bilan hosil bo'lgan sulfat kislota dissotsiyatsiyasi mis 2 plus bilan sulfat 2 minus bu y bo'ladi. Bu 4x 2x bo'ladi shunda. Sulfat bilan misal nisbati chabar nisbat bo'lsa, sulfat y-ga 2x mis esa y. Shunda 3y tengcha bo'ladi. 3y teng y plus 2x bo'lgan 2y tengcha bo'ladi. Shuni bo'ladi. Bilan x qolgan bo'lsa, shunda. Bundan keyin bu tarafdan bo'lgan x bo'lsa, общий sulfatlarning miqdori necha bo'ldi? 3x bo'ldi. Va ularning massasini topsa 3x 98 deb ko'paytiramiz. 24 294x bo'ldi. 96. Yani 96 doğru. 288x bo'ldi. 98 sulfatdan topadi. 288x'i 20% bo'libdi, aytmadi, qaranglar. Boshda 480 gram ekran boradi, 480 gram ekran boradi. Buni olib tashlasa endi bu 2x bilan x elektroz bo'lgan massa deyotgan bo'ladi, to'g'rimi? 160x desak bo'ladi shuni. 160 chiqartirdi, to'g'rimi? 128 javob tizikini ko'rsa. Mana shu kamaytiradi, aytmadi. Kamaytiradi, 160x ga kamayadi massasidan. Keyin qolgan eritma massasi bor-ku, shu qolgan eritma massasining ichida sulfat ioni bor, masalan 288x sulfat ioni bu eritmaning 20%. Shu eritmaning qolgan eritmaning 100% da hosil bo'ladi. Shuni topoldim. Shundan 1440x bo'ldi. Qolgandan keyin shuni bo'lib o'tacaklar biza 1440 ni o'z bilan sazlar bog'laydi bular. Hozir bir yozganda kasasizlikku, shura 288 bo'lingan 2 deb ekanda. Lekin shuni topdik. Buni oladi bu sulfatni massasi, sulfat ioni massasi. 20% bu eritmada, qolgan eritmada. Ko'rdingizmi, ko'rdingizmi? Elektroz qilinganda tarkibda 20% sulfat ioni saqlovchi eritma hosil bo'ldi, yangi hosil bo'lgan. 100% ni topib olamiz shuni hammasini. 1440x. Bu sababga qarab 1600x bo'ldi. Bu 480 bo'ldi. X ni topsangizlar 0.3 chiqadi shunda. Eritmani farad o'qib o'tgan narsa, men 0.6 chiqamish shunda 2x bo'lsa, misli miqdori mis 2 plusdan 2 elektron olib misli o'tgan bo'lsa, bu 0.6 mol uchun bundan 1.2 farad o'qib desalar, 1.2 farad deb javob bo'ladi. Lekin shu 1.2 faradni topish qiyin emas. Va imgerlarni bog'lash usullari ham murakkabroq, keyin imgerdagi bir murakkabroq. Shularni topganlar ko'proq. Puldan imgerni tushunib turib, 0.6 bo'lsa 1.2 bor, bu tushunishda ketmagan. Hamma ham tushunadi 100%. Bizga. Keyingi savol, yana bir savol bersangiz, qiyinroq bo'lsa, bir savol osonroq bo'lsa, ikki savol ishlaymiz, tezlashinglar. Birleştirmeyen savollarni oson peshin ishimiz, keyin hamma savollarni ishlab chiqamiz, to'g'rimi? Sabablar bilan gerekmi videosi tuzadi. Bitiraylik. 31 savolda mis 2 plus va x deb boshlansinmi? Tez rasblar fluorid neydi va 19 gram mis. Bu 30 savol ekan bizda. Fizik, xlorid va temir xlorid suyuqlanmalari bo'lsa,
ketma-ket ular to'p manbaga ulangan. Birinchi idishda qattiqda 19 kg mis chiqdi. Qaranglar. Misni topsak bo'ladimi? 19 2 birasi 64 dan chiqadi. 3 mol. Mis 2 plyusdan 2 elektron olib misni o'tdim. Bu 0,3 mol mis chiqish uchun necha farad to'p kerak? 0,6 farad, to'g'rimi? Temir necha o'tadi? Temir necha plyus o'tadi? 3 plyus o'tadi, to'g'rimi? Bundan necha elektron qo'shadi? 3 elektron qo'shib temir o'tadimi? Bu 0,6 bo'lsa 3 bir nisbatda temir necha chiqadi ekan? 0,2 mol chiqadi. Yo'qsa mol teng emas. Temir bilan misni, lekin nomus teng. Elektronlar mol teng. Shuni tenglab olish shart. Shu o'rinda bor farqi. Shu 0,2 molni misni temperaturasi 56 ga 11,2 gram chiqadi. Massa temir bo'ladi shunda. Shu javobni olasizlar. Bu javob keng savol. Yana misol savol. Qaranglar, boshqa qilgan qarab ko'ringlar, boshqa qiyin savol o'tkazib berdingizlar-da. 19 savol. Shunda chiqadi mis. Kislorod sulfat kislorod chiqadi. Shu 19-savolda bor, birgina yerni aniqlab ko'rasizlar. Vodorod chiqqan edi. To'g'rimi? 22 vodorod chiqqan. Demak, suv elektroz bo'lgan sabab bu yerda vodorod chiqdimi-ku? Shunda vodorod bilan kislorod chiqqan bo'lsa, 1 mol bo'lgan vodorod miqdori, bu 1 mol bo'lsa, bu kislorod necha bo'ladi? 0,5 bo'ladi. Lekin umumiy 0,75 bo'lgan, ya'ni bilanchasi chiqqan 0,25 chiqqan. Shunda bu 0,5 bo'lib, bu ham 0,5 bo'ladi, to'g'rimi? Hosil bo'lgan eritmani konsentratsiyasi 2 mol taslim kilogramm bo'ladi. Ya'ni eritmani o'qadi shunda, sulfat kislorod qadimi 2 mol taslim kilogrammda 2 mol sulfat kislorod necha suvda erigan? 1000 gram suvda erigan. Shunda 0,5 molcha gram erigan bo'lib topsangiz 500 bo'l 250 gram bo'ldi. 250 gram shunda suv qolganda beradi. Endi bu qolgan etman massasini topib beramiz shundan. Ikkinchi etman topib, keyin birinchi etman o'tkazamiz. 250 gram suv qo'shsalar 0,5 mol sulfat kislorod shunda 299 gram bo'ladi. 49 ni qo'shsangiz to'g'rimi? Keyin deltani topib olamiz. Delta degani massacha kamaygani. Kamaydidan shunchasi qoldi-da. 0,5 ni ko'paytirasizlar 32 ga, endi bu 64 ta. Keyin 0,3 ko'paytirasizlar 32 ga. Keyin bu suv topib ko'rasizlar. 1 mol suv elektroz bo'ldimi? 1 ko'paytirgan 18 desangizlar shunday topiladi. Demak, delta ni qancha topiladi ekan shunda? 32 ga 8 qo'shamiz ekan. 40 bo'ladi. 40 dan 18 qo'shsanglar javob shunda 58 gram bo'ladi. Endi 299 bo'lgan bo'lsa 58 gram chatdan kamaygan. Endi bir etman chatdan boshlaydi. Dastlabkisini topish kerak-da. 299 qoldi. 58 yetgandan keyin qo'shiladi shunda. 299 ga qo'shasizlar 58 ni. 357 gram bo'ladi ekan bizga. Tushunarlimi? Qay javobni olamiz? Dutdinglar yaxshi. Shundan keyin ishimiz, pesh ishimiz masalan. Videolarni chiqaraman, davrim. Belgilarim ko'rib olgan. 38-savol. Chiqib bo'lishunda mis sulfat elektroliz qilindi. Shundan mis kislorod sulfat kislorod chiqqan bo'lsa, yana attutidan qolgan etmada mis bor dedi. Sulfat bilan mis nisbati 3/1 dedi. Demak, bizda mis qolgan bo'lsa dedik, mis sulfat qolgan edi. Bo'lmasa mis bo'lmasa deb aytmadik. Shunda misdan 20 mol mis sulfatda 20 mol qoldi, 2 hisoblanadi. Bu 20 mol mis 20 mol sulfat chiqdi. Shunda belə 2x dan 2x mis 2x sulfat bo'ladi. 2x sulfat oldikdan belə disosilab qo'yib da sulfat o'tib qo'yib. 2 mis sulfatdan disosilab mis va sulfat o'tib qo'yib. Sulfatlar y plus 2x adi. Mis esa y. Shu an nisbat o'shadi. Topsonni ko'paytirib y teng x bo'lib qoldi. Demak, boshda 3x mis sulfat bo'lgan ekan deb olamiz. Ham sulfatlar ham 3x bo'lganda bo'ldi. Sulfat yo'llari umuman massasi 288x bo'ldi.
Shu 288x bo'lgan sulfat ionni massasi 20% bo'lgan aytman. 288 gram sulfat 20% bo'lgan 100% 1440 x gram eritma qolgan. Boshqa eritmasi 480 edi. Keyin bu yerda kamayish bo'ldi. Suv elektroz bo'lmadi bu yerda, shuning uchun qo'shmadi. 160x bo'ldi x massasi. Shuni ortishamanda 1400x qoldi. 1440x qoldi. Buni qo'shib olsangizlar 1600x teng 486x teng bo'lish bo'ldi. 2x esa 06 bo'ldi. 06 dan shunda 1.2 farada saqlangan bo'ldi. Tushunarlimi? Mis xlorid elektroz bo'lganda mis bilan xlor chiqadi. Temir chiqardan temir bilan xlor chiqadi. Keyin mis molni topsam 19.2 dan 0.3 mol. 0.3 mol bo'lsa shunda 0.6 farada saqlangan. Temir uchun 0.6 farada temir chaqgan, elektroz saqlangan. Lekin 0.2 mol temir chiqqan shundan uchadi nisbatda. 0.2 mol temirimiz ham 11 gram bo'lgan. Keyin mis sulfat elektroliz qilingandan mis kislorod sulfat kislota chiqqan va bu yerda vodoroddan 1 mol chiqqan. Kislotdan 0.75 chiqqan. Yani suv elektroz bo'lgan 1 mol vodorod bilan 0.5 mol kislot chiqadi. 0.75 dan munosab 0.25 qiladi. 1.05 bo'ladi, bu ham 0.5 bo'ladi shunda. O'zi 2 molekulli eritma qolganda, ya'ni 2 mol hosil kilogramm eritma qolganda yana 2 mol sulfat kislota 1000 gram suvda eridi. Shunda 0.5 mol sulfat kislotasi 250 gram suvda erigan bo'ldi. 250 ga 0.5 98 ga qo'shsa 299 gram eritma qolgani bu va uni delta bilan topamiz. Kamaydi-ku, boshda qolishmaydi. Kamaydi 58 gram bo'ldi shu. Shu ham qo'shib chiqasizlar. Shunisi. Ya'ni bu to'rtisi bilan. Hattodan qo'shib solsa bo'ldi shu. 2 elektrolizda